Bugun hech qat'iy ataka qilish yo'q, faqatgina lегкий уборка qilaman, palakatlardan uzoqroq bo'laman, hech narsani sindirmayman deb o'yladim, chuchvarani ham sanagan ekanman. Birinchi bo'lib rayonchkamni shu qadrdon stulchikaga joylashtirib, keyin ishlarimni boshlab oldim. Bugun birinchi etajga shu uborka qilamiz. Mana shu oyna bilan hech qachon chiqishmayman. Bir chetini sindirib qo'yganman, hozir video davomida ko'rasiz. Birinchi bo'lib shu rakovinamni ko'pirtirib yuvishdan boshladim. Menga shunaqa ko'pirtirib yuvish yoqadi qizlar. Mana o'sha oynani sindirib qo'ygan joyim. Har doim o'sha joyga qaraganda negadir настроением tushib ketadi. Mayli, настроениeni tushirmagin dedim. Xo'jayinimlarga sevgi izhor qilib, hamma joyi shalab bosini chiqarib yuvdim. Keyin orada rayonani uyqusi kelib qoldi, rayonani ham uxlatib, missiya bajarildi dedimda, qolgan ishlarimni qilishga kirishib ketdim. Oynani oldin olgan hamma narsalarimni yuvib, changlarni artib, boshqatdan chiroyli qilib joyiga taxlab qo'ydim. Освежителlarimni ham chiroyli qilib qo'yib qo'ydim. Keyin ko'r nafas oldimda bismillohni aytib dushga qarab kirib ketdim. Dushga suvlarni sepdim, qo'limga tushgan stresslarni sepdimda hamma joy ko'pirtirib yuvishni boshladim. Mana oynada suvdan qolgan dog'li juda ham xunuk ko'rinadi. Hammasini yuvib bo'lganimdan keyin orada qizimning shampunlarini ko'rib, qizimni yomon sog'inib ketdim. Yuvib bo'lganimdan keyin hamma joy shalab bosini chiqarib, o'zimni ham shalab boyim chiqib, dushdan qaytib chiqdim. Pollarni artishni boshladim. Shu pollarni tortganimda shtativimni ag'anatib yubordim. Keyin shtativim sinib qoldi qizlar. Keyin mayli настроениeni tushirmasanda bir kunda bitta palakat bo'lmasa bo'lmaydi dedimda, kleyda yopishtirib qo'ydim. Ana zo'r. O'chirib gaplatib bemalol. Ko'rib turganinglarda shtativimni ham enasini ko'rsatdim, ham to'g'irlab qo'ydim dedim. Mayli, videolarimni olishda davom eta qolay dedim. Shu strelkam turadigan kichkinagina mini xonamni uborka qilishni boshladim. Hamma joy pollarni artdim, changlarni artdim, hamma joy top-toza qilib bo'lganimdan keyin mana sizlarga rezultati top-toza bo'ldi hamma joy. Bu joyi ko'pchilik so'raydi, zinani tagida joylashgan, juda ham kompakt. Agar sizlarga uborkam yoqqan bo'lsa, sizlardan like bilan podpiska kutib qolaman. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr.